Ушул төө birinchi qaysi жылдары баштадыңыздар? Неден улан төө багыш ойго келип калды? Yani bundan 3 yıl burun alıp geldim. Özüm boğur kasalından alıp geldim. Ben Xitayga kirib isib chiqdim. Mana o'zimga bir tö olib keldim, cho'ng'alaydi. Tö baqish ideyasi o'zimni kasalligimdan boshlandi. O'zimga bitta tö olib keldim. Undan keyin ellar kelib suramdi. Ondan ketaytirdim töyni. Töyni ustida odam ichki organizmiga hammasiga foyda. Bularni olib kelganim biri cho'ng'alaydan, qolgan barda Qozog'istondan kelgan töylar. Qizil not beradi. Bularga yaxshi muomala qilish kerak-da. Bular hali sir saqlaydigan narsa-da. Ishlab tepadi, ertamanda o'tini beramiz. Albatta 3-4 mahaldan o't beramiz. O'zida yantog'i bor, to'tganda. To'tganda, hali dori cho'plar. Qolgan o'tni yemaydi. Bularning ayrimasi shu-da endi. Hali biz to'liq bu bo'yicha hali kirishmadik, lekin bu yil qochirdik. Mana bu holatda bu yil bahordan o'zimizni qo'limizda ko'raydi. Çöptü qanchadan sotib olasizlar? Qayerdan olib kelasizlar töytken? Shomolsoy, Qo'chqorota, Noki, Jaloloboddan keladi töytkenlar. 150 so'mgacha keladi. 1,5 mingta cho'p yeydi, 1,5 mingta pres. Bir qishda. Bir qishda 1,5 mingta pres yeydi. Qancha tö? 11 tö. 11 tö 1,5 mingta pres yeydi. Qancha yilda tuytem bu примерно qochirgandan? Endi bu yil martda qochirdik, martda bilinadi. O'zi negizi 13 oyda degan. Endi bu yil qochirdik, xudo buyursa, bilamiz-da, 13 oy, 14 oy. 1 yil deydi yokilar. Biz o'zimizda hali to'ramadi-da, bu yil qochirdik, xudo xolasa. Joyda qancha boqasizlar, qayoqlarga olib? Joyda yaylaga chiqaramiz, adirlarga, o'zim to'tgan bazirlarga qaytarib, mol yoqdi, qo'y yoqdi, vaqt kelamiz. Suvchi, suvni quyib qo'yamiz, o'zi keragicha ichaveradi bular. Bular haligi cho'lda yurgan emasda, bularni o'rgatib, sag'ishga o'rgatgan. Odamni o'ziga o'rgatganda. Suvni tinimsiz ichadi. Neler diyecek? Göbek, sevek, millet akimiz. qo'shimcha jemlerden nelerdi berasiz? Qo'shimcha jemlardan kevek berem, paxta kunjaradan bo'ldi. Aslında o'zini o'tini berem, demak. To'tgan. Sağandarına veresizmi, bardığına veresiz? Bardığına berem. Sağынан bardığı. Баягы айтып атпайсызбы, чоңалайский анан түркмөнский депчи. Şu экөөнүн айырмалары кандай? Төлөрдүн. Мына эки өркөштү эми эскиттен алыгы немелерге берилген да. Yük taşıuvchi. Karvan. Ооба, karvan töylөр. Булар түркмөн пародалар сүткө да. Biz ошондой деп ат келдик. Кызыл норте деп. Bir өркөштүсү местный төлөр ошо. Ооба, бир өркөштү жок, булар Казакстан töylөрү. Bir örköштүклөр түркмөнский парода. Буларды sütü ham shirin, yine sütü koyuq. Süt taraflama küçüğü bular. Türkmen paralar. Булар мындай көбөйүшү кыйын болот да, булардын канча жылда bir качат төлөр? Төлөр 1 yılda bir kaçat da. Bizim mezgilinde, Mart ayında kaçarız. Kaçkandan keyin ошо 1 жыл убакыт Ооба, кетет. 1 yıl vaqt ketadi. Ot molga qaraganda ko'p yeydi. Juda ko'p yeydi. Solversiz yettanadan kesgan yeydi. Keyin sog'iladi bu. Yegandan keyin sog'ishni boshlaymiz. Bir kun hozir 3 ming sog'ilyapti diyorlar. 4 tuya sog'iladi. Bir saganda kança çıkат endi büttödөн? Bir soqqanda bitta tuya yaxshi bergan tuya 400 gramgacha sut beradi. 200 gram, en az 200 gramdan sut beradi hozirgi kunda. Joydachi? Hozirgi kunda 1 litrga yetib yetmagan sut beradi. Yaxshi bergan tuya 1 litr sut beradi hozirgi kunda. Bir saganda. Bir soqqanda. Bular hozir yeydi. Endi yeydi mana sog'ishni boshlaymiz. Ошондо жайда bir günde 4-5 litr alsa o'tkanda бүтөдүн? Yozda udan olsa yaxshi bersa 1 litrdan bersa 4 litr, yaxshi bersa 5 litrgacha beradi toza havasi. Hozir odam oz 3 mahalla sog'ilyapti. Yozda ham odam ko'payib ketsa, qarab turib, 4 mahalla sog'iladi, 3 mahalla sog'ilaveradi. Sütün yig'lasan ana sog'. Buni sutini sog'ib turib, mana shu O'sh, Jalolobod, mana shu o'zimiz Qirg'izistondan kelishyapti. Aşılar ağrı diyana, sakır, davleniya, bronxit, tuberkuloz, virusni gepatit, aşınaqa odamlar kelib ichib, raqlar kelishyapti. Aşında anaqa kasallangan odamlar kelib ichib ketishyapti, bo'lsa shifo topishyapti. Buni pishirib qaymoqni tartsa bo'ladimi?
Yo'q, buni pishirib qaymog'ini tortsa bo'lmaydi. Bu pishirganda sut уже aynib qoladi-da, anaqa yomon bo'lib qoladi. Ana uchun anaqa ilim bilan kuttirilib ichiladi. Va sveji ichaman desa, o'zi kelgani suti issiq bo'ladi. Ertamanda kech paytda obedda qilib 3 mahal ichsa bo'ladi. Bu qancha sut berar ekan? Bo'g'oz bo'lib tug'uchan beraveradi yoki to'xtab beraveradi? Yo'q, bu bo'g'oz bo'lib kucha beraveradi. Bu unaqa to'xtab qolmaydi. Kakkalojni ularni ketaveradi. Kucha beraveradi qayda. Kungacha qayra sut beraveradi. Biroq sog'asang molga o'xshab tortilib ketadi buni. Sog'masangiz molga o'xshab tortilib ketadi. Azayib ketadi suti. Azayib ketadi, azayib ketadi. Buning sutini ne degan o'rinlarga tarida ichasiz? Buni hozirgi kunda ko'pchilik anaqa bizda Qirg'izistonda sahar ko'payib ketgan, saharlar ichishyapti. Davleniya, bronxit, tuberkuloz ashtaqa odamlar kelib, raklar kelib ichishyapti, rak kasali bor odamlar, anaqa bo'ri og'rigan, hali virusli gepatit degan kasallar kelib ichishyapti hozirgi kunda. Bu to'lardagi bag'anday identifikatsiya qilgansizlar, birkalari bor ekan-ku, qattiq. Bir yilda Qozog'istondan dokumentandi kelgan, vet-vrachdan o'tib, meditsina. Bega kelib, laboratoriyadan o'tib turadi. Odamlar sut ichyapti. 5 oyda, 6 oyda laboratoriyadan qoni, suti, tozaligi, kasal emasligi laboratoriyada o'tib turadi. Barda. Bak mallarda biz vaksinatsiyamiz yilga. O'shanda emdövlar bo'ladi bularda dag'i? Hammasi bo'ladi. Qanday mana tuyaga, mollarga qanaqa ukol bo'lsa, bu tuyalarga ham ketish ukoli hammasi bo'ladi. Qonini oladi, sutini oladi, o'zini kasal emasligini tekshirib turadi. O'zimizda vrachlar bor. Ukolni qancha yashab qiyin emasmi? Yo'q. Nosiyoq deylar. Junni olysizlar. Yo'q. O'zi yozgi kunida junini to'kadi. Qishda o'ziga Bu junin foydali anday deb qolsa-ku, neydi aytasiz? Endi kelib olib ketishyapti. Gemoroyga deyapti, yaraga deyapti, siniqqa deyapti. Juni. Men o'zim hali praktikani tushunmadim. El kelib olib ketyapti. Masalan, Jayda sutni yaxshi berayotgan molimdan qancha klient keladi, masalan, kunda ichamiz debchi. Ko'p 10 ta, 15 ta, 20 ta har xil keladi. Kunda. Kuniga. Klient. O'zimiz sutga qarab olaveramiz, klient. 5 litr chiqadimi, 2 litr chiqadimi? Sutga qarab klient olaveramiz. Qolgani o'chirda turadi. Bu ko'rsa o'rinlar qanday? Ko'p keladi. Основной rak, sahar, tuberkuloz, bo'g'ir kasali ko'p keladi. Qaysi bordan shu to'nsini aytganlar bo'ldimi? Bor. Masalan, bo'g'ir og'rigan odam qancha kun ichish kerak bu profilaktika? Bo'g'ir og'rigan odam 41 kun ichadi. Kuniga 3 mahaldan. Immunitetni ko'tarish uchun 21 kun ichadi. Immunitetga 21 kun ichirsa bo'ladi. Yosh bolalarga, kattalar immunitet tushib ketib kasallik bo'ladi. 21 kun ichadi. Bo'g'ir kasallar 41 kun ichadi, to'liq. Bo'g'ir kasaldan sog'aygan odam o'ta ko'p bo'ldi, xudo xolasa. Sat deganlar bo'ladi, satgan to'yini o'zini. Yo'q, satdiga chiqdi. Satqi surashdi edi. Surashdi. Baya aytibmiz, buloqa sovringa satdik debchi. Bu bolalarini, tayloqlarni satdik. Sotganlarga 20-25 ming. Cho'nlarni sotmadik. Satdik deganlarga tayloqlarni barini sotdik. Bayagı atlarda qunan, qulun, asıy deb memelikqa to'larda o'shanday jash belgilari bo'ladi, mындай. To'yda o'ylab ketaveradi, kichkinasi bot. Tayloq, hali botaloq, ana to'y. Qancha odam ayib ketdi, shu bordan kelib ayib ketganlar bo'ldi, aytib bersangiz. Bo'g'ir kasaldan kelib og'rigan odam o'ta ko'p bo'ldi. Tuberkulozlarda oyoqda qoldi. Raklarda oyoqda qoldi. Основной bo'g'ir kasalda ko'pini oyoqda qoldi. Hozir to'ylardan eng cho'ngi qancha yashar berdi? 11 yashar eng cho'ng to'ylarda. Eng cho'ng. 5 yashar bor, 4 yashar, 6 yashar, 8, 9, 11 yashargacha. Erkak tuyamiz 6 yashar. Sütü, oshqozon, gastrit o'rinlarına da Oshqozon, o't, rak, sahar, tuberkuloz, immunitet, oq qonlar bor. Основной bo'g'ir kasali shu. Balası tug'ilgandan keyin qancha vaqtda to'ylikka jaraydi bunday? 5 yashardan beri. Buni o'zimizda saqlayapmiz, xudo xolasa. Bu erkagimiz 5 yasharda kelganda jaraydi. Qancha sut ishiga, sutga to'ydirishingizga bog'liq bu hayvon.
Qancha sütni ko'p o'zini enasini ko'p emsa, yaraydi.